Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Yaqin Sharq mintaqasida Isroil degan bir terror tashkiloti to'g'risida suhbatlashamiz. Shuningdek, bu sionistlar tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etgan maxsus qo'mita bor. Ya'ni AIPAC deb nomlanadi. We getting APAC money. We getting APAC money. We getting APAC money. We getting APAC money. I got so much silver, so much gold, so many politicians under my toes. I got my side making moves from the inside. Know what's flood, crude oil, mud, Moloch's callous filled with children's blood. Bought the jury, bought the judge, got the whole White House filled with bugs. Paid off Congress behind closed doors, blackmailed senators with my whores. USA fighting my wars. Underage boys, we use them like toys. Young girls get pearls from pedophile goals. If you want the money, you will do what we tell you. And if you say no, we will simply just graves, we dig them. Elections, we rig them. Claim all our ops so for anti-Semitism. Christ is king. That's illegal under our regime. Now kiss the wall, bitch, let me hear the goy sing. We getting APAC money. 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 Aynan o'sha AIPAC to'g'risida uning vazifalari haqida ham suhbatlashamiz. Shuningdek, Falastin davlati hududida sionistlarning jinoyatlari ochiqdan ochiq amalga oshirayotgan genotsid, ya'ni etnik tozalash ishlariga ham to'xtalib o'tamiz. Mavzuning boshlash, ya'ni kirish qismida avvalambor bu terror tashkilotining yaratilish tarixiga biroz to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilikda shunday fikr bor, ya'ni aynan bu terror tashkilotining yaratilishida Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rni bor deb. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlariga qaraganda aynan yaratilishi, ya'ni bu terror tashkilotining yaratilish tarixida eng birinchi bor bu inglizlarning, ya'ni Britaniyaning hissasi juda katta. Ya'ni aynan inglizlar orqali aynan mana shu terror tashkiloti vujudga kelgan. Ya'ni Birinchi jahon urushi davrida Falastin uchun Britaniya, Fransiya va Turkiya o'rtasida o'zaro siyosiy va harbiy kurash kechadi va bu kurash natijasida Britaniya g'alaba qozonadi va Falastinda o'z mandatini o'rnatadi. Ya'ni Birinchi jahon urushi davomida. Keyinchalik u yerda inglizlar tomonidan aynan Falastinda o'zining ma'muriyatini o'rnatdi. Keyinchalik o'sha inglizlar Falastinda o'zining nazoratini kuchaytirish, nazoratini saqlab qolish uchun bir qancha millatchi, ya'ni sionistlarni immigratsiya sifatida olib kelishni boshlaydi aynan Falastin davlati hududiga. Keyinchalik ularning sonini oshiradi. Keyinchalik esa 1917-yil 2-noyabrda Balfour deklaratsiyasi qabul qilinadi. Ya'ni o'sha paytda Buyuk Britaniyaning bosh vaziri hisoblangan Artur Balfour nomiga aynan mana shunday Balfour deklaratsiyasi deb nomlanadi. Uning mazmuniga qisqacha agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ya'ni ular mazmuni shundan iborat ediki, sionistlar tomonidan Falastin davlatida hududida sionistik davlatni tashkil etishi va bu tashkil etishi jarayonida inglizlarning yordami nazarda tutilgan edi. Keyinchalik hatto bu deklaratsiyaga 1947-yilda BMTning 181-rezolyutsiyasi qabul qilinadi. Ya'ni u rezolyutsiyada shunday deyiladiki, Falastinning davlatining, ya'ni bir butunligicha ma'lum bir qismi Falastin bo'lib saqlanib qolaveradi. Ma'lum bir qismida Isroil degan bir terror tashkiloti tashkil etish to'g'risidagi rezolyutsiya qabul qilinadi aynan BMT tomonidan 1947-yilda.
aynan o'sha paytda 47-yilda sionistlar bunga rozi bo'ladi, ammo arablar esa bunga rozi bo'lmaydi. Keyinchalik ular o'rtasida turli xil bir qancha to'qnashuvlar bo'lib o'tadi. 1948-yil 14-may kuni bir guruh sionistlar tomonidan rasman Isroil degan bir terror tashkiloti tashkil etilganligini e'lon qiladi. O'shandan keyin Yaqin Sharq mintaqasida hozirgi kungacha davom etib kelayotgan bir qancha ziddiyatlar, to'qnashuvlar uzluksiz davom etib kelaveradi, aynan arablar va bu sionistlar o'rtasida. Hozir mana bu ijtimoiy tarmoqlar, demak, keng, barchaning qo'lida ijtimoiy tarmoqlar bor. Albatta, ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib olishingiz ham mumkin. Umumiy hisobda, ya'ni yer yuzida 20 million atrofida yahudiy istiqomat qiladi. Ya'ni butun yahudiylardagi sonini hisoblaydigan bo'lsak, eng katta yahudiylar soni bu albatta Isroil terror tashkilotida istiqomat qiladi, ya'ni 9,5-10 million atrofida. Ikkinchi eng katta istiqomat qiladigan sionistlar bu albatta Amerika Qo'shma Shtatlari sanaladi. Amerikada yashaydigan bu sionistlarning soni ma'lumotlarga ko'ra 6,5 milliondan 7,5 milliongacha deb aytib o'tiladi statistik ma'lumotlarda. Ya'ni bu Amerika aholisining 2%dan 2,4%gachani tashkil qiladi. Hozirda aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida bu sionistlar tomonidan tashkil etilgan, suhbatim davomida aytib o'tdim, qo'mita bor. Ya'ni bu o'ta bir jirkanch ishlarni amalga oshiradigan qo'mita sanaladi. Ya'ni AIPAC bu albatta qisqartma nomlari hisoblanadi. Ya'ni American Israel Public Affairs Committee degani. Ya'ni Amerika Isroil jamoatchilik aloqalari bilan ishlash bo'yicha qo'mita degani, oddiy qilib, ya'ni tarjima qilib aytganda. Ya'ni sionistlar bu qo'mitaga 1954-yilda asos solgan. 54 va 59-yillar oralig'ida hatto bu Amerika va Isroil sionistlari o'rta qo'mitasi deb ham nomlangan. Ya'ni aynan sionistik qo'mita tashkil etilganligi deb nomlangan edi 54-yildan va 59-yillar oralig'ida. 59-yildan keyin esa bu AIPAC deb nomi o'zgartiriladi. Xo'p, bu AIPACga agar to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni uning vazifalari, umuman AIPACga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ya'ni qanday vazifalarni bajaradi, umuman nima bu AIPAC? AIPAC bu oddiy, agar sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu ya'ni sionistlarning lobbichilik qo'mitasi, ya'ni moliyalashtiradigan fond jamg'armasi, ya'ni oddiyroq qilib aytganda. AQShda bo'ladigan har qanday siyosiy jarayonlarga, saylovlarga butunlay to'liqligicha o'z ta'sirini ko'rsatadi. Oddiy shahar meriga yoki biror bir shtat gubernatorligi, o'zi umuman har qanday saylov jarayonlariga bevosita aralashadi va albatta o'zining nomzodiga, ya'ni sionistlarga moyilligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlaydi, moliyalashtiradi. Saylov oldi dasturlarida katta mablag'larni ajratadi va g'alaba qozonadigan bo'lsa, o'sha albatta g'alaba qozonishi 90-95% aniq. Aynan mana shu orqali amerikalik, o'zi vaholanki u amerikalik, keyinchalik bu Isroil degan bir terror tashkilot manfaatlariga xizmat qilishni boshlaydi. Ya'ni o'sha bir terror tashkilotiga oid bo'lgan ma'lum bir qonun doiralaridagi choralarni ko'radi. Agar qarshi bo'ladigan bo'lsa, ularga qarshi demak ish ko'riladi. Aynan mana shu holatlarni ya'ni terror tashkilotida aynan AIPACning o'rni beqiyos. Hatto mana aytishimiz mumkin, mana yaqinda shu may oyida respublikachilar o'rtasida, ya'ni respublikachilarning o'zining ichki o'rtasida saylov bo'ldiki, Trampga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlarining bu Isroil degan bir terror tashkilotiga ko'rsatadigan har qanday yordamiga qarshi mana bu terror tashkilotining olib borayotgan jinoyatlariga qarshi bo'lgan bir siyosatchi bor edi, kongressmen Thomas Massey ismi. Aynan mana shu shaxs va
bu sionistlarga moyilligi bo'lgan shaxs Ed Galrayn o'rtasida saylov bo'lib o'tdi. Aynan mana shu saylov jarayonida sionistlar tomonidan moliyalashtirilgan, ya'ni AIPAC tomonidan qo'llab-quvvatlangan shaxs Ed Galrayn g'alaba qozondi 55% ovoz bilan. Thomas Massi esa mag'lub bo'ldi 45%lik ovozi bilan. Hatto bu AQShda shunday bir e'tirof etildiki, aynan mana shu respublikachining o'zining ichki o'rtasida bo'lgan saylovda 32 million dollar mablag' sarfladi AIPAC Ed Galraynning g'alaba qozonishi uchun va aynan sionistlarga qarshi bo'lgan Thomas Massining mag'lubiyati uchun. Albatta bu AQSh jamiyatida so'nggi agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, AQShning o'zining ichki siyosiy elita vakillari bo'lsin yoki xoh jamoatchilik yoki umuman oddiy fuqarolik jamiyatlari orasida bo'lsin, bu sionistlarga nisbatan qarash ancha salbiy tarafga o'zgardi. So'nggi 3-4 balki 5-6 yildadir anchagina o'zgarish amerikaliklar xalqi o'rtasida anchagina o'sdi, ya'ni sionistlarga ishonchsizlik holati demoqchiman. Bu hatto sportchilar o'rtasida, siyosatchilar o'rtasida, aktyorlar, Gollivud yulduzlari va hokazo har qanday soha vakillari o'rtasida bu holat o'zgarib turdi, ya'ni yuqori darajaga ko'tarildi aynan mana bu sionistlarga nisbatan. Ya'ni bu sionistlar, ya'ni bir qancha aytishimiz mumkin, ya'ni aynan ularga qarshi bo'lgan bir qancha siyosatchilar, sportchilar va hokazo shaxslarni. Ya'ni amerikalik bir UFC jangchisi bor, Bryce Mitchell degan. Aynan mana shu UFC jangchisi 11-sentyabr voqealarini musulmonlar qilmagan, ularni aynan Isroil tomonidan amalga oshirilganligini aytib o'tgan aynan mana shu amerikalik UFC jangchisi. Shuningdek, Isroil degan bir terror tashkilotini juda bir o'ta qattiq tanqid qiladigan bir siyosiy sharhlovchi bor, ya'ni Ana Kasparyan degan, o'zining podkastlarida, intervyularida juda qattiq tanqid qiladi. Hatto mana bu Yaqin Sharq mintaqasida AQSh va Isroil degan terror tashkilotining Eronga hujumi mobaynida shunday bir o'zining intervyusida aytdiki, Irondagi vaziyat tinchishi uchun Pokiston Eronga o'zining yadro qurolini berishi kerak. Shundagina bu Yaqin Sharq mintaqasidagi urush butunlay to'xtaydi degan ma'nodagi gapni aytib o'tdi. Shuningdek, Ana Kasparyan Falastin davlat hududida sodir etilayotgan mana bu parazit sionistlar tomonidan amalga oshirilayotgan etnik tozalash ishlarini ham juda qattiq tanqid qiladi va qoralaydi. Aynan Amerikaning eng katta dushmani ham aynan mana shu sionistlar ekanligini ham aytib o'tadi o'zining podkast va intervyularida. Shuningdek, Den Bilzerian degan bir ijtimoiy tarmoqlar influencer bor. Ya'ni o'zining bir qancha intervyu podkastlarida ham aynan bu sionistlarni va terror tashkilotini juda qattiq tanqid qiladi. Ya'ni u aytadiki, u ham xuddi shunday ma'lumotlar aytib o'tadi. Ya'ni bu yerda 11-sentyabr voqealarini ham aynan o'sha musulmonlar emas, aynan sionistlar Mossad tomonidan amalga oshirilganligini aytib o'tadi. Va qolaversa, Amerikaning eng katta dushmani bu albatta Isroilligini ham aytib o'tgan. Nafaqat Amerika, balki umuman insoniyatning eng katta dushmanligini ham aytib o'tadi aynan o'sha Den Bilzerian. Hozirda bu Florida shtatida o'zining ya'ni kongressga o'zining nomzodini qo'ygan aynan o'sha Den Bilzerian Isroilning nihoyatda qattiq tanqid qiladigan shaxs hisoblanadi aynan o'sha Den Bilzerian. Va shuningdek, bir qancha sobiq razvedka xodimlari ham aynan bu sionistik g'oya tafakkurlar, ya'ni o'sha terror tashkilotini davlatini tanqid qiladigan shaxs aytishimiz mumkin, bu o'sha amerikalik sobiq MRB xodimi John Kiriakow
va o'zining intervyusida aytadiki, hozirda deydi, Amerika Qo'shma Shtatlarida 187 nafar Mossad agenti yuribdi dedi. The Israelis spy on the United States. They've always spied on the United States. Do we spy on them also? No. And that's written in stone at the CIA. We do not spy on Israel. But they openly spy on us. They're all over the country stealing defense secrets. Do we spy on other countries? Yeah, we spy on almost every. Why can't we spy not on the them? five. It's a political decision that's been made. Yeah, a political decision in the White House, on Capitol Hill. I was on Piers Morgan. There were four of us, Scott Horton and I, on the one side, and the other side was Alan Dershowitz and General Danny I saw Aiello. this. And the general, he had been the head of Mossad. I would say, Israel spies on the United States. He would laugh. And then Piers Morgan says, does Israel spy on the United States? No, not since Pollard got caught. Then the Prime Minister said, no more spying on the United States. And I said, General, with all due respect, that's just simply not true. I joined the CIA in 1990, and literally on my first day, we were warned about Israeli espionage against the United States. And then I said, through the 1990s, the FBI identified 187 Israeli spies in the United States. 187. That was an FBI number. And where were they? They had infiltrated American defense contractors all across the country. But they're Israeli. And we're going to probably give them 95% of that tech anyway. So nobody does anything about it. And then he just goes, like, okay, you caught me. And then Dershowitz, flipped out like a crazy person. I'm always very cautious when I talk about this issue. I say, I believe that Epstein was an Israeli access agent. And I lay out what I believe is a convincing argument for that. And Dershowitz flipped out. And he said, if he was an Israeli access agent, he would have told me I was his attorney and I could have gotten him off. I could have gotten him less time. And I said, by confessing to espionage, you could have gotten him less time? I think that the Israelis absolutely positively had advance warning of 9/11. They had sources inside of Al-Qaeda, and they purposely did not tell us the details because they knew what was going to happen. They knew that we would attack Afghanistan and we would attack Iraq and we would kill 2 million Muslims. And I mean, these dancing Israelis, they've never answered for this. I've heard about the dancing Israelis. Bring it up. So you're saying that you believe that they knew, I think they knew in advance and didn't warn us. but they didn't warn us because we would do their dirty work for them. we would take out issues with their surrounding guys. There are videos making the rounds now of Benjamin Netanyahu over the years, over the last 20 plus years, testifying before Congress and saying, if we just took out Saddam Hussein, If you take out Saddam, we would be peace in the Middle East. If we just took out Muammar Gaddafi, there would be, I guarantee you, he says, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. there would be peace in the Middle East. And we do it all. We take out Iran and we're going to have peace in the Middle East. It's starting to get a little bit more like, I think so. A little sus. yeah. Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofaa to'g'risidagi ma'lumotlarning 99% bevosita Isroil degan terror tashkiloti bilan aloqalarini o'rnatadigan 99% ma'lumotlarni bevosita almashinadi. Ya'ni oddiyroq qilib aytganda 99% mudofaa sanoatini Isroil biladi degani. Ya'ni nima qilyapti, umuman har qanday ma'lumotni 99%ni. Qolgan 1%ni aniqlash uchun aynan mana shu 187 nafar Mossad agenti Amerika Qo'shma Shtatlarida yuribdi ular. Ya'ni qolgan o'sha 1%ni aniqlash uchun deydi. Va shunga qo'shimcha tarzda aytadiki, Mossad agentlari bemalol Amerika Qo'shma Shtatlari hududida yurishi mumkin deydi. Bularga ruxsat etilgan deydi. Lekin amerikalik josuslar, MRB xodimlari Isroilda yura olmaydi deydi. Ya'ni bu albatta aytib o'tgan o'zining intervyularida. Ya'ni bu John Kiriakow 15 yil davomida MRBda xizmat qilgan, Pokistondagi aksilterror operatsiyalariga rahbarlik qilgan, shuningdek MRBning qiynoqlar bo'yicha dasturini fosh qilganligi uchun bir muddat qamoqda o'tirib chiqqan, keyinchalik esa ishdan bo'shatilgan. Hozirda bo'lsa bu sobiq xodim hisoblanadi. Va bundan tashqari yana o'sha NSA, ya'ni o'sha National Security Agency, Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Joe Kent ham deyarli shunga o'xshash ma'lumotlarni aytib o'tadi. O'sha ISIS, ya'ni o'sha IShIDning yaratilishi, 11-sentyabr voqealari, John Kennedyning o'limi ham bevosita bu Isroil degan terror tashkiloti bilan bog'liqligini aytib o'tgan. ISISning yaratilish jarayoniga ham to'xtaladigan bo'lsak, albatta bu o'sha Isroil degan terror tashkiloti tomonidan yaratilgan. Ya'ni ISIS o'sha qisqartma nomlari sanaladi. Ya'ni
ISIS degani, ya'ni bunga agar to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni Israeli Secret Intelligence Service degani. Ya'ni Isroilning maxfiy razvedka xizmati degani. Aynan shu so'zlarning bosh harflaridan olingan qisqartma so'z sanaladi. Hatto bu sionistlar o'zining ittifoqchisi hisoblangan Amerika Qo'shma Shtatlariga ham 20-asrning o'rtalaridan keyin bir voqeada shunday bir zarba beriladiki, ya'ni bir urush mobaynida 6 kunlik urush, ya'ni Misr va Isroil degan terror tashkilot o'rtasida kechadi 1967-yil 8-iyun kuni. Aynan o'sha kuni Amerikaning USS Liberty degan bir harbiy kemasi O'rta Yer dengizidagi Sinay yarim orollar atrofida qo'nadi, ana shu yerga keladi. Ya'ni u yerda qurollansizlantirilgan holatda bo'ladi. Ya'ni o'sha USS Liberty hech qanday qurol bo'lmaydi. Aynan mana shu jarayonda Isroil terror tashkiloti aynan AQShning USS Liberty kemasiga hujum qiladi. Avia hujumlar va torpedalar yordamida bir qancha kichik kemalar orqali. Israel is not our greatest ally, they are our worst deadly enemy. And what I would like to do now is to read the names of the 34 American servicemen who were murdered by Israel on board the USS Liberty in 1967. So William Allenbow, Philip McArmstrong, Gary Blanchard, Alan Blue, Francis Brown, Ronnie Campbell, Jerry Converse, Robert Eisenberg, Jerry Goss, Curtis Graves, Lawrence Hayden, Warren Hersey, Alan Higgins, Carl Hoar, Richard Keene, James Lanau, Raymond Lynn, James Lupton, Dwayne Margraf, David Marlborough, Anthony Mendel, Carl Nygren, James Pierce, Jack Rapar, Edward Raymeyer, David Skolak, John Smith, Melvin Smith, John Spicker, Alexander Thompson, Thomas Thornton, Philip Teitke, Stephen S. Toth, Frederick Walton. The moment of silence, please, for our American heroes who were murdered by the outlaw state of Israel. Aynan mana shu sionistlarning hujumi natijasida 34 nafar amerikalik matros halok bo'ladi, 174 nafari esa turli xil tan jarohatlarini oladi. Aynan mana shu holatni Isroil degan bir terror tashkilotiga qarshi bo'lgan siyosatchi, kongressmen Thomas Massey o'zining kongressdagi nutqida bir qancha kongressmen va senatorlarga aytib o'tgan edi. Aynan mana shu holatni. Vaholanki aynan mana shu jarayon bo'yicha bir amerikalik talaba bir sionistga savol beradi, ya'ni aynan mana shu holatni aytib beradi. Bu qanday tushuntirib izohlab berasiz? Aynan mana shu holat 1967-yilda isroilliklar bizning USS Liberty kemamizga hujum qilgandi deganda, u sionist shunday javob beradiki, ya'ni bu anglashmovchilik deydi. U yerda noto'g'ri zarbalar, u yerda tushunmovchilik va mana shunaqa noto'g'ri ma'lumotlar kelganligi sababli aynan ya'ni gapni olib qochadi, aniq bir tayinli javob bera olmaydi. Ya'ni bu yerda qisqacha qilib aytganda anglashmovchilik degan bir javobni aytadi va o'shandan keyin uning javobidan keyin yana o'sha amerikalik talaba aytadiki, u yerda deydi Amerika bayrog'i olingan deydi, nahot o'shani ko'rmagan deydi. Va haligi sionist shunchaki javob bera olmaydi. Har qanday harbiy kemaga, buni albatta harbiylar yaxshi tushunadi, harbiy kemalarda albatta o'sha davlatning bayrog'i ilingan turadi. Ya'ni qandaydir ekstremniy holatlar bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha bayroq uning qaysi davlatga tegishli ekanligini anglatadi va mana shu orqali qandaydir qarorlar va choralar ko'rib chiqiladi. Aynan mana shu 1967-yildagi 6 kunlik urush, ya'ni tarixga 6 kunlik urush nomi bilan kirgan. Aynan mana shundan keyin aynan o'sha zarba bergan
sionistlar tomonidan taqdirlanadi, ya'ni o'sha sionistik harbiylar. Hozirda ham aynan bu sionistlarning o'ta falastinliklarga qilayotgan o'ta jirkanch jinoyatlari shunchaki qabul qilib bo'lmaydigan, toqat qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Mana bu vaholanki Amerika Qo'shma Shtatlari ham bir qancha musulmon fondlari, qo'mitalari bor. Ya'ni AM fani aytishimiz mumkin, o'sha American Muslim Fund va yana boshqa bir qancha Amerikada tashkil etilgan musulmon, ya'ni islomiy bo'lgan qo'mitalar, fondlar bor. Aynan mana shu jarayonlarni xuddi AIPACga o'xshab kuchaytirish kerak. Ya'ni vaholanki arab davlatlari o'rtasida shunday bir birlashish holat yuzaga kelishi kerak. Ya'ni o'zini mintaqasida barqarorlik muhitini saqlab qolish va sionistlarga qarshi kurashish uchun aynan mana shu Amerikada tashkil etilgan yoki tashkil etiladigan yoki mavjud o'sha islomiy fondlarni nufuzini oshirish kerak. Xuddi AIPAC singari, ya'ni islomiy o'sha tashkil etilgan fond jamg'armalari yoki qo'mitalari aynan Amerikada AIPAC qanday ta'sir o'tkazish kuchiga ega, aynan mana shularni ham tashkil etib yo'lga qo'yishi kerak. Vaholanki Isroil degan terror tashkilot yer yuzida bor yo'g'i bitta, ya'ni Falastin davlati hududida tashkil etilgan sanaladi. Umumiy hisobda yer yuzida 20 million atrofida, vaholanki musulmonlar 2 milliarddan ortiq, 53 ta davlat, ya'ni musulmon davlati hisoblanadi. 2 milliarddan ortiq bo'lgan musulmonlar 20 million atrofidagi mana bu sionistlarga nahotki bas kela olmasa. Aynan mana shu jarayonlarni aytib o'tishim kerak. Ya'ni mana shularni shunchaki bir nima deydi? Bu isqirtlarning, bu parazitlarning qilmishiga shunchaki ko'zni yumib bo'lmaydi. Bularni nahotki biror bir to'xtatadigan kuch bo'lmasa, ularni shunchaki bir jinoyatlari, bir isqirt ishlari haddan oshib ketdiki, falastinlik yosh go'daklarni, bir necha oylik bo'lgan go'daklar, chaqaloqlar, yosh bolalar, o'z umuman har qanday ya'ni bo'layotgan holatlarni etnik tozalash orqali bularni demak yo'q qilmoqda. Ya'ni har qanday binolar umuman yoshidan qat'iy nazar bu sionistlar tomonidan yo'q qilinmoqda. Hatto yosh bolalar hibsga olinadi. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. When they put it on me, I tell them this: I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. Insulting my intelligence. Oh, how these people judge. It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just depending who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs now. Tell us who the terrorist They're is. calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. When they put it on me, I tell them this. Israel is the only state in the world that tries children in military courts. The NGO Defense for Children Palestine says that since 2000, well over 13,000 Palestinian minors have been interrogated, prosecuted, and jailed. These courts are run entirely by soldiers, and their conviction rate is 99%. Va ma'lum bir darajada qiynoqlar ochiqdan ochiq bo'ladi. Hatto bu holat nafaqat musulmonlarga, balki nasroniylarga ham bo'lyapti. Aprel oyida shunday holat bo'ldiki, ya'ni Livanning janubida bir sionist askari tomonidan nasroniylarning o'sha Iso Masih haykali toptaldi, ya'ni bolta bilan chopib tashlandi bir sionist askari tomonidan va unga qo'shimcha tarzda hatto sigaret ham
chektirgani tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Hatto bir sionist tomonidan fransuz rohibasini, ya'ni fransuz rohibasi shunday ketyapti, orqadan bir yugurib kelgan sionist uni shunday itarib yuboryapti, ya'ni yaxshigina itarib yubordi va haligi rohiba işte yiqilish natijasida anchagina jiddiy tan jarohatini oldi. Holanki bu sionist terror tashkilotini barcha musulmon davlatlari urab turadi. Livan, Suriya, Iordaniya va Misr. Aynan mana shu davlatlar shunday bir loyiha ustida ishlash kerakki, yoki o'zi umuman arab davlatlari, o'sha Yaqin Sharq mintaqasidagi davlatlarning barchasi aynan mana shu Isroil degan bir terror tashkilotini butunlay yo'q qilish maqsadida. Bir o'sha sionist josusi, ya'ni sobiq josusi aytdiki, Isroilning Irondan keyingi demak vazifasi, missiyasi bu Turkiya va Misr bo'ladi degan gapni aytib o'tdi. I'm not so sure that we will have as easy a time with the Turks as we've had with the Iranians. I've been following Turkish military doctrine, and the strongest army in the Middle East. The storm is coming. Yes, of course. And they're a member of NATO. And even worse, they're a member of NATO. So I look at Iran as a problem we absolutely have to finish, and I'll explain what I mean by that. Gaza, same thing, and the Hezbollah. Why? Why am I fixated on this now? Because we have to be prepared for the next war, which will be probably against Turkey and Egypt. So, let's hope not. I hope not also, but we, hope, you remember, it was the last demon out of Pandora's box, and there's a reason for that. Shuningdek, mana bu Yaqin Sharq mintaqasida bo'ladigan jarayonni, aynan mana bu tartibsizliklarni bir voqea sifatida, ya'ni aytmoqchimanki, bir ma'lumot o'rnida amerikalik bir sobiq general bor, ya'ni Clark Wesley, bir paytlar o'sha NATOda qo'mondonlik qilgan, Afg'onistonda 4 yulduzli amerikalik general sanaladi. Aynan mana shu qo'mondon ishlab yurgan davrlarda, ya'ni o'sha 2000-yillar atrofida shunday bir holat yuz beradiki, 11-sentyabr voqeasidan keyin deydi, meni 10 kundan keyin Pentagonga chaqirishdi deydi. Va u yerga bordim deydi. U yerda menga bir qancha ma'lumotlarni berdi, hujjatlarni. Nima edi bu desam, bu maxfiy ma'lumot, biz Yaqin Sharq mintaqasidagi bir qancha davlatlarni bostirib kiramiz va u yerda hukumatni almashtiramiz, u yerdagi har qanday narsani buzamiz deb aytdi deydi. Nima uchun desam, bilmaymiz deb aytdi deydi o'sha Pentagondagi yuqori martabali shaxs, harbiy. Keyinchalik aytdiki, biz 5 yil ichida 7 ta davlatni butunlay xonavayron ahvolga keltirishimiz kerak, ya'ni buzishimiz, hujum qilishimiz kerak deb aytgan. Ya'ni ular o'rtasida Suriya, Livan, Somali, Eron va yana boshqa bir qancha umumiy hisobda 7 ta davlatni aytib o'tgan. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and he said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later, I saw the same officer, I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir, he says, it's worse than that. He pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. This country
was taken over by a group of people with a policy coup. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... Aynan mana shu Clark Wesley o'zining intervyusida aynan mana shu ma'lumotlarni aytib o'tadi. Umumiy agar siyosiy nuqtai nazardan fikrlash doirasi keng bo'lgan shaxslar albatta buni tushunib, mantiqqa yeta oladi. Amerikaning qanday bir iqtisodiy yoki siyosiy manfaati bo'lishi mumkin Eronda. Ya'ni Amerika qayerda-yu, Eron qayerda? Amerika boshqa mintaqada, boshqa qit'ada, Eron esa boshqa qit'ada, boshqa mintaqada. Bu yerda qanday manfaat izlashi mumkin Amerika Qo'shma Shtatlari? Albatta bu yerda aytishimiz mumkin, bu albatta sionistlarning, ya'ni sionist lobbilarining o'ta yuqori darajadagi Amerika siyosiy elita vakillariga ta'sirini aytishimiz mumkin. Hatto 1990-yilda hozirgi Isroil degan terror tashkilotining bosh vaziri deya e'tirof etiladigan Benjamin Netanyahu shunday bir aytib o'tadi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu oltin buzoqcha dedi. Istaganimizcha uni sog'ishimiz mumkin, uni xohlaganimizcha maydalashimiz mumkin, toki undan biror bir narsa qolmaguncha biz o'z nafratlanadigan davlatimizni aynan mana shu holatga keltiramiz deb aytib o'tgan edi o'zining intervyusida. 90-yildagi ma'lumotlar. Albatta buni ham ko'rishingiz mumkin. Yana bir sobiq AQSh dengiz piyodasi bor. Bu Ken O'Keefe. Aynan ana shu Ken O'Keefe Eronga tashrif buyurdi. Aynan mana shu Yaqin Sharq mintaqasidagi AQSh va Isroilning Eronga hujumi natijasida va bu yerda AQSh va Isroilning Minobdagi o'quvchi qizlar maktabiga yo'llagan zarbasi jarayonida buzilgan o'sha maktabga ham tashrif buyurdi. U yerdan bir qancha video lavhalar e'lon qildi. Shuningdek, Eron xalqiga o'sha eronliklar bilan birga ekanligini va musulmonlar va nasroniylar birgalashishi va bitta dushmanga qarshi kurashishi kerakligi ekanini ham o'z nutqi jarayonida aytib o'tdi. Ya'ni bitta dushman degani bu yerda albatta bu Isroil degan terror tashkilotini nazarda tutmoqda. Want us Muslims and Christians to fight each other. I say no. I am a Christian. You are Muslims. We serve the same master. Together we win. I serve God, as do you, and that is why I am here. I say again, I love you, Iran. God bless you. Aynan mana shu Ken O'Keefe o'zining bir podkastida aytadiki, ya'ni natsist yoki natsizm aynan mana shu atamasini ham fanga aynan Yahudiy tarixchisi va jurnalisti Konrad Hayden degan bir parazit tomonidan kiritilgan. Ya'ni bu natsist yoki natsizm degan bir atama kimdandir yoki nimadandir o'ta qattiq nafratlanish belgisi ekanligini anglatadi. Ya'ni agar bu o'zining podkastida aytadiki, bu Gitlerning qiladigan ishi natsist emas, ya'ni milliy sotsializm ekanligini tushuntirib beradi. Hitler took a country very similar to ours today. Look at inflation, look at debt, look at crime, look at pedophilia, look at corruption in government, look at all these things. There is not a dissimilar situation between America today and Germany in the 1930s. When this man Adolf came to power, Germany was on its knees. And within short order, within 2 years, 3 years, not only was Germany no longer a destitute nation, it had shed all of the debt that it never could have paid. Basically, Adolf said, fuck off to the bankers. Said no to the Rothschild banks. Maybe that's why they hate him. 6 million unemployed, right? All of them were employed within 3 years. 2 million homeless? All of them
were housed within 2 years. The reason why they don't want you looking at World War II and Adolf is because the National Socialist policies, which they mislabeled Nazi, which is a derogatory term created by the Jews, effectively means country bumpkin imbecile. Well, they yell that term and they want you to shut down without even discussing what it means. You say Nazi, What does it enough even said. mean? I don't even know what that means. It's National Socialism. The answer for America today lies in the one place that everybody who is mind controlled will never look. Germany, and a man named Adolf. And again, let's go back to communism. Who created communism? The Jews. Is communism, Zionism, Judaism all the same root? Look at what we see playing out in Gaza today. This is genocide. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zi umuman barcha jirkanch ishlar aynan yahudiylardan kelib chiqqanligini. Ya'ni o'sha bir jinsli vakilliklarning ham kelib chiqishi aynan o'sha yahudiylardan bo'lgan barcha pornografik saytlar, shuningdek o'sha natsist atamasi va qolaversa boshqa o'z umuman barcha ko'pgina jirkanch mana shunday ishlar aynan yahudiylar tomonidan yaratilgan hisoblanadi. Hozirgi kunda bu sionistlarning qilayotgan o'ta jirkanch jinoyatlari shu darajada borib yetdiki, umuman toqat qilib bo'lmas darajaga keldi. Ya'ni suyak tomoqqa tiqildi degan bir gap bor-ku. Aynan mana shu jarayonga yetib keldi. Keyin ba'zida o'ylab qolaman, balki bizning dunyoyimizga, ayniqsa asosan Falastin davlatiga aynan mana shu shaxs yetishmayotganligi sezilmayotganmikan? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videoda uchrashguncha omon bo'ling.